Assalomu alaykum. Ijtimoiy tarmoqlarda Do'stlik tumani Manas mahallasida Jizzax suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati Do'stlik tumani filiali tasarrufidagi maxsus texnika orqali aholiga ichimlik suv tarqatilayotgani aks etgan video tarqaldi. Unda fuqaro tomonidan suv 40 ming so'm evaziga sotilayotgani, go'yoki suvni men olib kelganman, xohlagancha olinglar degan mazmunda noto'g'ri talqin berilgan. Men jonimdan pul to'lab olib keltirib o'tiribman. Mana xohlagan joyingga chiqaver. Xohlagan joyingga. Ma'lum qilamizki, mazkur holatda fuqaro bildirgan iddaolar mutlaqo haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Chunki joriy yilning 14, 15, 16 iyun kunlari oralig'ida Manas mahallasida filialga qarashli ichimlik suv nasoslaridan birida texnik nosozlik kuzatilganligi sababli aholi maxsus texnika orqali mutlaqo bepul asosda markazlashgan holda ichimlik suv bilan ta'minlangan. Aholini maxsus texnika orqali suv bilan ta'minlash jarayonida fuqaro yoki bloger sifatida ko'rsatilgan shaxsning hech qanday bunga aloqasi bo'lmagan. Shuningdek, eslatib o'tmoqchimizki, 2023-yil yanvar oyida hududga ichimlik suv yetkazib beruvchi quvurlar muzlab qolganda ham, ya'ni anomal sovuqda aholi doimiy ravishda maxsus texnika orqali bepul suv bilan ta'minlangan edi. Biroq aynan o'sha vaqtda ham yuqoridagi fuqaro voqelikni aksincha talqin qilgan va pullik deb e'tiroz bildirgan edi. Chelagi qanchadan deyapman? Odamlar 5 mingdan sotyapti deyapti. Ya kamerani ko'rib qo'rqyapsizmi? Suvni tekin tarqatinglar deyapti. Yo'q, bular benzin puli, salarka puli deb talab qilyaptilar. Chelagi 5 ming. Yana bir bor ta'kidlaymiz, hozirgi kunda Manas mahallasida ichimlik suv liniyalari to'liq grafik asosida ishlamoqda va aholi belgilangan tartibda suv bilan ta'minlanmoqda.